Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov Huawei kompaniyasining O'zbekistondagi ofisida bo'lib, bu yerdagi robototexnika texnologiyalari bilan yaqindan tanishmoqda. Mehmonlar e'tiboriga Unitry kompaniyasiga tegishli bo'lgan turli xil robotlar namoyish etilmoqda. Bugungi namoyish davomida zamonaviy robototexnika imkoniyatlarini o'rganish, ularning xavfsizlik va jamoat tartibini ta'minlash kabi yo'nalishlarda qo'llash istiqbollari ko'rib chiqilmoqda. Milliy gvardiya haqida nima bilasan? Milliy gvardiyami? Qurolli kuchlar tarkibidagi maxsus bir tuzilma. Ular asosan jamoat tartibini saqlash, muhim obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanishadi. Yana terrorizmga qarshi kurashishda, tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishda ham qatnashadi. Ko'rib turganingizdek, zamonaviy robotlar nafaqat qandaydir vazifalarni bajara oladi, balki sizning savollaringizga ham to'g'ri javob bera oladi. Bugungi namoyishda uning imkoniyatlari, xususan xavfsizlik va jamoat tartibini ta'minlashdagi qo'llanilishi haqida so'z yuritilmoqda. Расшифровка beradi. The same platform, the same chip. 首先非常欢迎 National Guard Team 来到华为公司。 Bugun Huawei kompaniyasining O'zbekistondagi filialiga Milliy gvardiya qo'mondoni tashrif buyurib, kompaniya faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida qo'mondonga Milliy gvardiya vazifalaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilayotgan raqamlashtirishga doir loyihalar, elektron dasturlar hamda robototexnika yechimlarining imkoniyatlari taqdim etildi. Shuningdek, qo'mondon tomonidan ham istiqboldagi hamkorlik yuzasidan qator takliflar bildirildi.